Assalomu alaykum birodarlar, 안녕하세요 여러분. Demek bugun yana men, ya'ni Aziz Fodil To'riq Kibo Korean va bugun sizlar bilan Munwaga 있는 한국어 읽기 3, ya'ni ana shu juda ham mashhur bo'lgan Munwa kitobini 3-chi qismidan birinchi mavzusini o'qib tarjima qilib chiqamiz va siz bu darsdan qanday qilib foyda olishingiz mumkin. Men o'qib berayotgan, ya'ni o'qib tarjima qilayotgan paytim o'zingiz bilmagan so'zlaringiz chiqsa, ana shu man qanaqa tarjima qilayotganimga qarab turib, siz o'sha narsani yozib olib shu so'zni va yodlab olishingiz kerak bo'ladi. Va keyinchalik ham bu rubrikada bepul darslarni Telegram kanaliga joylab boraman va har bir darslarni o'tkazib yubormasdan ketma-ketlik bilan siz ko'rib boradigan bo'lsangiz, siz ham darajangizni bemalol, misol uchun hozir 3-kitobini o'qiyapmiz. Ana shu 3-kitobi bo'yicha siz darajangizni 3 ga olib chiqishingiz mumkin. Ya'ni topikdan 3 daraja olishingizga uchun kerak bo'ladigan barcha element, so'z, grammatikalar mana shu kitobda bor. Mana shularni siz o'rganib ketsangiz bo'lar ekan. Okey. Va demak biz boshladik. Demak, bu yerda birinchi bo'lib midod kerak ekan. Mavzusini o'qib olamiz. 서울의 상징, 한강을 따라서 deyapti. Demak, Seulning 상징, ramziy belgisi deyapti. Hangang, ya'ni Hankang daryosi. Demak, il taraso. Tara degani o'shanga qarab degani. Mana shu Hankang daryosiga qaraymiz degan ma'noda demak kelyapti. Va biz boshladik. Mana bizdagi Hankang daryosining rasmi. Demak, har bitta gaplarni dona-dona o'qiyman va donalab tagiga chizib ketaman so'zlarni. Ya'ni misol uchun, 한강은 서울 도심을 지나가는 강입니다. Va demak, 한강은 ya'ni bizdagi Hankang daryosi Seul 도심 shahrini Chinakada o'tib ketadigan 강입니다. Daryodir. Ya'ni Hankang daryosi Seulni shahridan o'tib ketadigan daryodir deb har bitta tarjima qilayotganimda men bu yerda so'zlarni tagiga tizib ketaman. Чтобы siz yaxshilab bilib olishingiz kerak qaysi so'z nima ma'noni anglatishini. Okey. Demek davom etamiz. 옛날 사람들은 한강물을 마시고 한강에서 낚시도 하면서 살았습니다. Demek qadimgi eski odamlar Hankang suvini demek ichib, Hankangda demek baliq ham tutib yashashgan. 그리고 기자나 자가 없을 때 한강에서 배를 타고 다른 지역으로 갔습니다. 왜? demek 기자, poyezd yoki mashina bo'lmagan payt Hankangdan qayiqdan minib boshqa demak 지역 mintaqaga boshqa joyga borishgan. 긴 역사 속에서 한강은 한국 사람들에게 중요한 강이었습니다. Demek uzun bo'lgan tarixni ichida Hankang koreys odamlariga muhim bo'lgan, demak muhim qadrli bo'lgan daryodir deyapti. Ya'ni daryo edi. 지금 한강은 많은 사람들이 쉴 수도 있고 즐길 수도 있는 장소가 되었습니다. Ya'ni hozir Hankang daryosi ko'p odamlar demak dam olish ham mumkin bo'lib, maza qilib mana shu narsadan zavqlanishi mumkin bo'ladigan joy 되었습니다. ya'ni bo'ldi. 항아에는 11개의 공원이 있는데 공원 안에는 사람들이 즐길 수 있는 곳이 많습니다. demak Hankangda 11ta demek bog'ning ya'ni to'g'ri 11ta bog' 있는데 borda va o'sha bog' anenin ichida odamlar zavqlanishi mumkin bo'ladigan 곳이 많습니다. joylar ko'p. 수영장, 축구장, 농구장 등과 같이 운동을 할 수 있는 곳뿐만 아니라 한강을 따라서 자전거를 탈 수 있는 자전거 도로도 있습니다. Demek basseyn, futbol o'ynaydigan stadion, basketbol joylari va boshqa shunga o'xshash, demak sport bilan shug'ullanish mumkin bo'lgan joylar emas. Ya'ni nafaqat shular, balki Hankangdan qarab turib, ya'ni Hankangga qarab velosipedda minish mumkin bo'ladigan velosiped to'ro, ya'ni yo'llari ham bor deyapti. 그래서 이곳에서
아침 저녁에 산책을 하거나 운동을 하는 사람들을 볼 수 있습니다. Shuning uchun bu joyda a, kechqurun, ertalabdan kechgacha sayohat qilib, to'g'ri sayr qilish yoki sport bilan shug'ullanadigan odamlarni ham ko'rishingiz mumkin ekan. 그리고 강 옆에는 넓은 잔디밭이 있습니다. demak, va mana shu kang, ya'ni daryoni yonida keng bo'lgan maysazor bor. 사람들은 잔디 위에 돗자리를 펴고 앉아서 책을 읽거나 음식을 먹습니다. odamlar ana shu maysazor ustida, maysani ustida piknik joylarini, ya'ni piknik gilamchalarini yoyib, o'tirib kitob o'qishadi yoki bo'lmasam ovqat yeyisharkan. 한강공원에는 생태공원도 있는데 이곳에서는 다양한 식물과 도시에서 쉽게 볼 수 없는 새들을 볼 수 있습니다. demek 한강 bog'ida 생태, ya'ni ekologiya bog'i ham borda. Bu joyda turli xil o'simliklar va shaharda osonlikcha ko'rish mumkin bo'lmaydigan qushlarni ham ko'rishingiz mumkin ekan. 자연을 즐길 수도 있고 자연 학습도 할 수 있어서 많은 사람들이 이곳을 찾습니다. demak, tabiatdan zavqlanishingiz mumkin bo'lib, tabiatda, demak, tabiiy siz o'sha yerda darslaringizni ham qilishingiz mumkin bo'lganligi uchun ko'p odamlar bu joyni qidirib kelishadi, ya'ni bu joyga tashrif buyurishadi. 그리고 한강공원에는 가족이나 친구들과 캠핑을 할 수 있는 캠핑장, demek 캠핑장이 있습니다. ya'ni va Hankang bog'ida oilangiz yoki do'stlaringiz bilan demak kemping qilish mumkin bo'ladigan kemping joylari bor ekan. Xo'p, demak, 이곳에서 한강의 경치를 보면서 피크닉을 하거나 텐트를 빌려서 하룻밤을 보낼 수도 있습니다. Bu joyda Hankangning demak tabiatini, atrof muhitini ko'rib turib, piknik qilish yoki bo'lmasam chodirni olib kelib turib, demak butun kechkini, ya'ni kuningizni kunning tun qismini o'tkazishingiz ham mumkin ekan. 캠핑장을 이용하려면 먼저 인터넷으로 예약을 해야 합니다. demak, kemping maydonidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, avvalo internet orqali siz bron qilib qo'yishingiz kerak. 많은 사람들이 이용하는 요즘에는 예약을 일찍 하는 곳이 좋습니다. ko'p odamlar foydalanadigan yozda bron qilishni vohliroq qilganingiz yaxshi. Ya'ni vohliroq bron qilib qo'yganingiz yaxshi. o'sha joyi egallab qo'yganingiz yaxshi. 그리고 여의 나루역 근처에는 한강을 따라서 서울을 구경할 수 있는 유람선도 있습니다. 왜? 여의 나루 bekatini oldida, ya'ni yaqinida Hankangga qaragan, demak Seulni tomosha qilish mumkin bo'lgan yuramson, ya'ni kema ham, ya'ni turistik kema ham bor. 유람선을 타면 시원한 강바람을 맞으면서 서울 여기저기를 모두 볼 수 있습니다. Ana shu turistik kemaga minsiz, salqin, demak daryo shamoliga qarab turib, ya'ni daryo shamolidan maza qilib, Seulni, yo-bu-yoqlarni barchasini ko'rishingiz mumkin ekan. 유람선 안에 있는 식당에서 식사도 할 수 있고 공연도 볼 수 있습니다. Mana shu kemani ichida bor bo'lgan restoranda ovqatlanishingiz ham mumkin bo'lib, har xil tomoshalarni ham ko'rishingiz mumkin ekan. 그리고 주말에는 야경을 보면서 볼것놀이를 즐길 수도 있습니다. va hafta oxirida kechki manzarani ko'rib turib, demak pulgotnori, ya'ni har xil olov gullari yoki har xil gullar o'yinlarini ham o'ynab ana shundan maza qilishingiz mumkin ekan. 그런데 이 유람선을 타려면 외국인 등록 증기나 요금이 있어야 합니다. lekin bu kemadan, ya'ni kemaga minmoqchi bo'lsangiz, chet ellik ID kartangiz yoki bo'lmasam qizil pasportingiz kerak bo'lar ekan. Demak,
매년 4월부터 10월까지 금요일과 토요일에는 여의도 공원과 반포안 강공원에서 서울 밤도깨비 야시장이 열립니다. Har yili 4 oydan 10 oygacha, demak, bizdagi juma kuni va shanba kunlarida Yo'ido bog'i bilan, ya'ni o'sha bog'da e'lon qilingan, ya'ni shundan e'lon qilingan Kang bog'ida Seulni kechki to'kibi kechki bozori ochilar ekan. 야시장은 밤에만 문을 여는 시장입니다. Yani 야시장 되었다. faqatgina tunda ochiladigan bozordir deyapti. 이곳에서 다양한 음식도 먹을 수 있고, 멋진 공연도 볼 수 있습니다. Bu joyda turli xil ovqatlarni yeyish ham mumkin bo'lib, ajoyib tomoshalarni ham ko'rish mumkin ekan. 서울 사람들은 이처럼 즐길 곳이 다양한 한강에서 잊지 못할 추억을 만듭니다. Seul odamlari, ya'ni seullik odamlar bu kabi zavq olishni, demak, zavq olish, demak, turli xil bo'lgan 한강에서 잊지 못할 추억을 만듭니다. Ya'ni har xil Hankangdan unutib bo'lmaydigan chuvoq, ya'ni xotiralar yasasharkan, ya'ni xotiralar tayyorlasharkan, ya'ni Hankang daryosida. Okey. Demak, bizdagi birinchi mavzuyimiz ham tugadi va siz o'qib chiqqan so'zlarimizni, ya'ni gaplarimizdan bilmagan so'zlaringizni olib, yozib olishingiz mumkin bo'ladi va yodlab chiqsangiz, ancha sizga foydali bo'ladi. Demak, keyingi bizdagi video darsligimiz aynan mana shu kitobni qaysi darajasi, ya'ni qaysi kitobi bo'yicha biz video dars tayyorlashimizni xohlardingiz, kommentariyada yozib keting va agarda bu darsligimizni ko'rgan bo'lsangiz, qisqagina ko'rdim yoki bo'lmasam, no, bu reaksiya qoldirib ketishingizni so'ragan bo'lardim. Demak, qaysi qismini chiqishini xohlardinglar, pastga yozib ketinglar. De, krom yorobun, anyoy